murojaat qilsanglar, hozir hammasini aniqlashtiramiz. Sud qarori chiqqan, iqtisodiy sud qarori chiqqan buzish uchun. Hozir bu yerda juda ham katta kuchlanish bor. Ovozi ham hatto eshitilib turibdi, g'irrillagan ovozi. Bu joy to'g'risida internet sahifalarida juda ham bong urishdi. Nohaq qilishdi, nohaq buzishdi deb. Haq, nohaqligini sud aniqlaydi. Lekin biz fikrlarni eshitamiz. Men 2008-yili u pastlik joy olganman, yo'l betgadagida. Birjadan sotib olganman, xususiy mulk hisobida-da. O'sha 156 ta men ishdan ko'chati bilan olganmiz. Esimda yo'q, o'shani hujjatda bor hammasi. Keyin u joyi davlat so'raganda 16-yili berganman. 11-yili past tepalig'i pastlik qilganman. Tekislab 600-830 dona ko'chat olib kelib, intensiv qimmatbaho bodom olib kelib ekib, hosil olish boshlab, endi 50-60 qop bodomga chiqqan paytida, mana qanday namunali uy quraman deyilgani uchun berib, uniga nima so'rasangiz beramiz deyishganda, visokin tagi ekanda olgim kelmasa, ol deyishganda, shu yerni olganman. Shu joy berishgan. Manga kompensatsiya uniga nima so'rasangiz beramiz. Bering, biz bo'g'ingiz bilmasdan, sizdan so'ramasdan 16-yil yanvar oylarida edi. Olib uniga keyin aprelda o'sha qaror chiqqan menga 11 yillik bir sonli. Mashaga berishganda, shu bo'lgan voqea meni to'liq hujjatim bor-da. Mashaga bo'lgan hujjatlarimni har bittasini taqdim qila olaman-da. Mana shu yerda qo'shnilarimiz bor. Qadimgi qo'shnilardan bu tomonda bitta ikkita bor. Mana endi Ahmadali aka rais borlar, rais deymiz, kolxoz rais bo'lgan, mana shu territoriyani fermer xo'jaligi rais bo'lganlar, u kishi borlar, haligi aniq bir ma'lumot. Shu mashina eskilar biladi. Mana ular endi yaqinda ko'chib kelgan uchastka. 2003-yili bu yerlar 133 gektar yer hokim tomonidan menga berilgan. Men fermer bo'lganman. Fermer xo'jaligining nomi Qambarsada bo'lgan. Shunda bu yerlarning hammasi kattalarning o'rni hammasi paxta ekilgan, bug'doy ekilgan yer bo'lgan. Shu 1 gektar oshiqroq yer bor edi. Buni Zokirjon olgan, u egasiz o'tib ketgan. Shu joylarga keyin kelajakda mana 2008-yili nar asl yo'lni o'ng tomonda quyosh chiqadigan joy tomonga kattej qurilish boshlandi. 2010-yildan quyosh botadigan tomonga qurilish boshlandi. Hokimiyat tomonidan kelib, sizlarga o'rniga joy beramiz, undoq deb aytib, qurilishi boshlaydigan bo'ldi bizning ro'zoligimizni olib. Shunda keyin bunga mana shu o'rtadan 1 gektar yer ajratib berishdi. Arxitektor boshchiligida kelib, zemlemer 3-4 kelib şeydan yer ajratib bergan. Bu endi nechinchi yilligi esimda yo'q. Shu to'g'ri kelsa 11-12-yillarga to'g'ri kelarmikan. Keyin men xabarim yo'q, bu yerda bu qurilishda rahmi bo'lib yurgan bu odam otini esimda yo'q hozir. Shu odam bu yerda ishlab yurib, bu joyi o'zicha o'zlashtirishga tushgan ekan. Undan endi men xabarim yo'q. Chunki men ichkarida shiponim bor. O'sha yerda asosan o'sha yerda bo'lganman. Yerni o'zlashtirib, o'cha nima qilib, imoratlar solishga tushibdi. Endi Zokirjon bilan kam ko'rishdik. Bu nima bo'lyapti deb so'rash imkoniyati bo'lmadi. Shundoq qilib, mana shu joylar shu nimada bo'ldi. Endi hozircha shu joy asl Zokirjon joyi, u joyni o'rniga berilgan joy bo'lgan. Dokumentlari bo'lgan o'shanda. Mana hozir yana bir qo'shnilar ketyapmiz. Mashinasi bor ekan, eshik ochiq ekan. Bu yerdan ham so'rab ko'ramiz, taxlit ko'ramiz. Shu yerda bo'lsa, olib ko'ramiz ma'lumot. Assalomu alaykum aka. Bezovta qilmadingmi? Olom buzmadingmi? Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimi? Sizlar syomka qilyapmiz, qarshilik bo'lmasa. Nimaga syomka qilasizlar maqsad? Mana bu joylarni kimligini aniqlashtirmoqchimiz. Shu yerda yashasanglar, bilsanglar o'shani gapirib bersalar demoqchi edik aka. 2012-yildan beri shaydaman. Mashina toqib qo'ysam maylimi? Xo'p. Men bilganim Satenov Zokirjon ekan yerlari edi. Qurilishlarni ham o'sha kishi qilganlar deb yurarkanmiz biz. Qolganini bilmayman endi. Birdaniga buzilish bo'lib ketganiga hayron bo'lib turibmiz. Shu biz bilganimiz shu ma'lumot bor. Bu yerlar oldin nima bo'lgan aka? Beylar quruq yer, adir joy bo'lgan, fermer xo'jaligida turgan joy bo'lgan. Fermer ham suv kelmaganligi uchun ekmagan, mana shunaqa o't bosib ketganligi uchun davlat Zokirjonnikiga bog' qilasiz deb bergan joyda shay.
11 yilmi, 8 yilmi qancha bir oldingi bir gektar 20 sotuq joyda dehqon edim. Zokir Satimov. Eyi davlat olib qo'ydi. Kotej qurdi. Keyin mana bu berdi o'sha o'rniga. O'sha 1 gektar 20 sotuq deb, shu ishlarni shundoq tekizlatdi. Buni o'sha ertaga kech qilib mashadan hani başaydan o'shagacha 100 metrdan shu joyi kovlab, aşağı pastlikka to'lg'izib, tekizlab joy qildi. Endi birdaniga o'sha hokim bilan salom alaykum qildimi, kim bilan qildi, o'zi biladi. Joyi lekin qurilish qurib yubordi. Kim qurilish qilib yubordi? Zokir akami? Yo'q, hali oqsab yuradigan yigit. Ota bola ikkovi. Zokirjon aka mana shu joyi Samsung olib kelib, bir hafta mana shu meni yerim bilan bir xil bo'lgan. Bu ukulon chuqurlik edi. Be Samsungda kestirib, chuqur joylarni to'ldirib, urovini olib, bog' qilaman deb ketdilar. O'zi ko'chat ekadon payt o'tib qoldi-da. Keyin qiladilar shekilli deb o'yladim, va qurilish bo'lib ketdi. O'sha payt. O'sha yili. Shu bilan endi bag'i sotvozi bo'lib ketgan ekan, bizning xabarimiz yo'q. Biz ham berga cho'q kelamiz, shu bilan otaxonlar ketamiz-da, bizniki ham bor. Namangan viloyati Kosonsoy tumani Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan ushbu yer maydoni aslida kimga tegishli ekaniga aniqlik kiritish maqsadida Kosonsoy tumani hokimligiga murojaat qildik. Mutasaddilarning ma'lum qilishicha, Ibragimovaga tegishli bo'lgan 1170 konturda joylashgan 1 gektar yer maydoni hozirgi kunga qadar ham davlat kadastri ma'lumotlariga ko'ra uning nomida rasmiy ro'yxatda turibdi. Kadastr ma'lumotlari bazasida Uskatda, Uskatga olingan Uskat tizimida Ibragimova Mohira XX nomiga hisobga olingan 1 gektar aralashma yeri bor. Ma'lum bo'lishicha, Ibragimova 7 yil davomida ushbu masala yuzasidan bo'lib o'tgan sud majlislarida bir necha bor g'olib chiqqan. Biroq shunga qaramay 1170 konturdagi qurilgan uy-joy hanuzgacha buzilmagani sababli mazkur hududda bog' barpo etish imkoni yaratilmagan. Ha, qarorlarda aynan kontur to'lganmi kelmaydi? Yo'q, kontur o'sha qaror bo'yicha o'rtasida bu kishinikidan 1170 ko'rsatilgan. Lekin ayni qaysi joydaligi ko'rsatilmagan. Haqiqatdan ham Nasriddinovga 1170 konturda 0,42 gektar yer maydoni ajratish to'g'risidagi tuman hokimining qarori mavjud. Ammo ushbu qarorning huquqiy asosining tashkil etuvchi qonun hujjatlari mavjud emasligi, shuningdek ajratilgan yer maydonining aynan 1170 konturning qaysi qismiga to'g'ri kelishi, qizil chiziqlar, chegaralar bilan belgilanmagani ma'lum qilindi. Biz boshda to'xtamay yutganmiz. O'sha yutishimiz bor 2021da faqat bular davlat tarafidan. Yo'q, manda ham bor, hamma narsa bor manda ham. Chalkash ketganda, okey, mazli Ben tushunchimda hamma narsa bo'ldi va qog'ozga asosan biz keltiraylik. Savol beraman turdi sizga. Shu sababli Nasriddinovga bir necha bor qurilish ishlarining to'xtatish haqida rasman ogohlantirilgan. Keyinchalik mazkur holat sud tartibida ko'rib chiqilib, noqonuniy qurilmaning buzish to'g'risida sud qarori qabul qilingan. Men bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerakki, mana effektozdan kelgan qizchalarimiz yosh ekan, hali ko'rinib turibdi, karyera qilish kerak, boshqa qilish kerak, o'zini ko'rsatish kerak. Lekin bitta narsani yoshlik qilib qo'yishibdi. Jurnalist surishtiruv deyishyapti, videoda ko'rinib turibdi. Zokir aka, jurnalist surishtiruvda bom urishyapti. Bir tomonlama bo'lganda. Ha, bir tomonlama. Bu jurnalist surishtiruv har bir detalga ahamiyat berish kerak. Jurnalist surishtiruv degani kattaroq olish kerak. Kerak bo'lsa bir kishini 2 kunlab, 3 kunlab, bir haftalab kutish kerak. Keladigan odamni. Nega unda jurnalist surishtiruv deyiladi-yu, lekin bu akani olib chiqilmayapti. Bu akaga telefon qilinmayapti. Aka sizni kutyapmiz, yo sizni taklif qilamiz deb taklif qilinmayapti. Bu qizlarimiz shuni o'rgansa bo'ladi va effektozni rahbarlari, boshqalari hammasi shu qizlarimizga ham ozgina e'tiborli qarashishni xohlab qolardik. Men qo'shimcha qilaman-da, o'zi Xayrullo Hamidullo Nasriddinovlar orqada turib, mana Alisher deganni olib chiqib qo'yib, mana sen bizni vakilimiz. O'zi asli kechama kuni 23-24-yillar paydo bo'lgan bola bu. Oldin yo'q edi. Biz 7 yildan sudlashamiz. Bu bolani qaydan olib kelib qo'yib o'zlari orqada turib, bunga qanaqadir manfaatlari bor bir-birlari bilan. Endi shu
Hani noqonuniy yerlarini o'zicha qonuniy qilib olmoqchi bo'lib harakat qilishdi xolos. Oxirgi yo'llari ijtimoiy tarmoq bo'libdi-da. Sudlarda hamma joylarga borishdi-da, huquqlari yo'qligi uchun, manfaatlari yo'qligi uchun hech qayda bularga yutuq bo'lmaganligi uchun endi oxirgi himoya qilib bizni ijtimoiy tarmoqda bir tomonlama qilib yoritib turib, meni qo'rqitmoqchi bo'lishdi. Lekin davlat bor, qonun bor. Prezidentimiz qarab turibdi, har bitta fuqaroni hech kim ko'zini o'ymasin, meni e'tiborimda dedi. Plus biz birjadan sotib olganmiz. Bizni birjadan sotib olgan mulk xususiy mulk. Uni meni himoyamda dedilar prezidentimiz. Aka, bitta narsa mana qizchalarimiz aytishyapti, takror gapirishyapti. Men qizil chiziqda fotosyomka deyiladi. Shunda chislasi almashib qolgan deyishyapti. Bunga qanaqa izoh berasiz? Bunga izoh berishim shundan iboratki, Namangan shahridagi Nam Real Top Group MCZ ga borib, shu haliga to'laganimdan keyin xususiy kompaniya borib, o'sha iyun oyini mana yozib qo'ygan. Iyun oyida tapasyomka qilib bergan 2020-yili. Lekin bu tapasyomka qachonki qizil chizilib, davlat tashkiloti muhrlab, huquqiy hujjat bo'lmaguncha bu huquqiy hujjat hisoblanmas ekan. Buni hamma bilsani kerak. Bu mashina holat ekan. Lekin buni iyun oyisini ushlab olib, buni iyun oyida mana bu xatlarni yozdirgan-u, lekin qaror sentyabr 2020-yilda chiqqan-ku deyapti. Lekin 2020-yili iyun oyida buni qildirganmiz haqiqatda. Shu gruppa shu xususiy kompaniyada. Lekin biz qachonki 22-sentyabr 2020-yili qaror chiqqan, 2020-yili sentyabr oyida noyabr oyiga borib turib chizdirganmiz. Bu chizib bergandan keyin oradan bir oylar o'tib bo'lib davlat ruxsati kadastr bo'lgan. Lekin bu mana bu pechatlar hammasi mana qo'llar bo'lmaguncha bu hech nimasi yo'q bir hujjat, bu qog'oz bu. Hujjat hisoblanmaydi ham. Demak, taklif o'laroq qildirilgan narsa ekan. Qildirilgan, lekin mana bu qildirilgandan keyin oradan 3 oy o'tgandan keyin Alloh biladi, 6 yil o'tib ketdi, qasb ayt. Lekin oradan ancha vaqt o'tgandan keyin kuzda qildirganmiz noyabr oylarida. Keyin borib shu qizil chizig'ini chizib berish haqida aytganimizdan keyin borib joyiga kelib qilib bergan. Joyiga kelib qilib bergan. O'zi ko'rib, ko'rib qilib bergan, hech qanaqa muammo. Unda mana transheya bo'lgan, bitta o'lchasi bo'lgan, xolos. Boshqa yo'q. Bu ham huquqsiz, hujjatsizligini mana keyin sudlarda buni o'zi nimasini topdi, huquqini topdi, lekin hech qanaqa hujjat. Mana shuni buni effekt o'zidagi qizlar yoritishdi-yu, mana olim kelishsin, mana men asoslab beraman bu narsani-da. Bir tomonlama yoritishyapti. Men hozir yana bitta narsani aytmoqchi bo'ldim. Bu Alisher degani o'zicha gapiryapti. Haligi 11-yil, 12-yil, 16-yil deb bir narsalarni gapiryapti. U paytda umuman u bola bo'lmagan bu yerlarda. Bu rais bo'yda mandan boshqa hech kim bo'lmagan u paytlarda. Bu 23-yil qaydandir paydo bo'lib, bular bilan til biriktirib yerlarni sotkash shekilli. Shunga bilan birga bo'lgan, dedasi bilan ikkalovi, Zaynidin bilan. Lekin hech qanaqa bu yerlarda huquq yo'q. 42 sotib qaror bor, xolos. Qaror ostida hech nima hujjat yo'q. Lekin hujjatsiz 1 gektarga yaqin joyga egalab olgan. Nechta ham kottejga o'xshatib qurib olgan, qo'rg'on qilib olgan, lekin hech kim tekshirmayapti bularni. Hozirgi kunda qani effekti o'z qizlari kiysunma, mana huquqi yo'qligini va noqonuniy qurib olgan joylarni sud qarori bilan bekor qilingan va buzib tashalsin degan joylar bor. Menikidan tashqari joylar ham, lekin buzilmagan, qo'rg'on holatda turibdi hozirgacha. Men ko'rsatib qo'yaman. Nimaga ularni yoritishmaydi? Yoritsa o'shani ham haqiqatda noqonuniy joylarni. Bu qayda bo'lsa, bu pulim bor deb ketaveradimi kapital qurilish, mebel ishlab chiqarish, savdo servis. Ota bola Xayrullo Hamidillo, Naziriddin bilan. Ana kelib ko'rsin. Men ko'rsataman qayda noqonuniy joylar borligini. Pulimda to'la asos bor u to'g'risida ham. Sud qarori bor, iqtisodiy sud qarori bor. Lekin buzilma turibdi o'shanda. Mibga chiqqan. Lekin bilmayman nima bo'lganini. Bizga o'siladi, lekin o'zini noqonuniy. Nima uchun? Mana qaror bor, haqiqatda 42 sotuq, lekin qaror ostida hujjatlar bo'lish kerak-ku. Qurilish qilishga ruxsatnoma, qizil chiziq, davlat ruxsati, APZ degan narsalar bor. Uy-joy qurilish kommunal xo'jaligidan olinadigan. O'shalar yo'q, hech nima hujjat yo'q. Gen plan bo'lish kerak. Kim xususiy korxona qurish uchun. Lekin hech nima yo'q. Hech kim tekshirmayapti bu to'g'risida.
Mana asos bor. Qani o'sha effektiv qizlar. Menga aytsinmi, men o'shani qilaman. 5 ta kottej qurganda o'yga deyapti. Qanaqasiga 5 ta kottej? 3 ta qurilgandi bor. Unda qonuniyligini sudlar aniqlagandan keyin buzib tashladi uni MIP orqali. Hech nima qilmadi u. MIP orqali borib o'zi buzdi MIPlar. Majburiy ijro byuro xodimlari kelib o'zi buzdi. Nimaga? Huquqqa ega, qonunga xilof qurilganligi uchun. Men necha marta aytganman, qurilish qilmayman joyimda zaman olgancha qurgan bo'ldi. Hattoki jurnalist surishtiruv deyapsizlar, Oliy sudni hujjatlari ham turibdi-da bu yerda. Oliy sud hujjatlari ham turibdi. Jurnalist surishtiruv har bir detalga ahamiyat berish kerak. Yana bir narsa, bu jurnalist surishtiruv emas, meni fikrim bu shirikchilik bo'lib qolgan. Nega? Bir tomonlama-da bu. Bir tomonlama chiqqaning uchun bu shirikchilik deb bilamiz. Xulosa o'zingizlardan tuzatishni davom etinglar va bu jarayonga yana qaytamiz albatta. Sog' bo'ling.